Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar, sabdoshlar. Navbatdagi axborotnoma men Qahramon Xo'jamberdi. Avvali Dunyo qurultiyining sobiq muavin raisi, sobiq bosh maslahatchisi, peshqadam jurnalist, vatanparvar, millatparvar siyosiy arbob Farhod Muhammadining vafot bo'lishi munosabati bilan hammaga, butkul Uyg'ur xalqiga qurultay rahbarligiga yana cho'nqur qayg'urib ta'ziya bildiraman. Marhumning o'rnini Alloh jannat qilsin. Amin. Tema 1949 yılı 1 oktyabrda Komünist Xitoyning qurilganligi va 1 oktyabrda uning tajovuzchi armiyasining Sharq Turkistonga, Uyg'uristonga besib kirib ishg'ol qilish haqida siyosiy obzor. 1949 yılı 1 oktyabrda Mavzudong Beijingning Tiananmen raviqida Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurildi deb e'lon qildi. Endi 10 oktyabr kuni Komünist Xitoyning 120 minglik tajovuzchi armiyasi Sovet İttifaqının harbiy, siyosiy va moddiy yordamiga tayanib Uyg'uristonga, Sharq Turkistonga tajovuzlik qildi va uni besib olib o'zining mustamlisi aylandi. Cho'ng vaziyatdan qaraganda diktator Mavzudong jug'rafiyalik, siyosiy va harbiy strategik maqsad va manfaat bilan 1955 yılı 1 oktyabr kuni qadimki Uyg'uriyada atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonunu kurdu. Dünya Uyghur Qurultayı 2013 yılı 1 oktyabr gününü Uyg'urlarning matam kuni deb e'lon qildi va 2022 yılı 9 dekabr kunini Uyg'ur qirg'inchilik kuni deb jakarladi. Shuning uchun mustabid Xitoyning Uyg'ur diyorida yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga to'xtalmaymiz. Bu masala 9 dekabr kuni obzor qilindi. Faqat Sharq Turkiston, Uyg'uristonni 1 oktyabrda qurilgan Xitoyning qanday qilib isvog'ining mohiyati arq ko'rinishi to'g'ri mulohaza qilindi. Birinchi bob kommunist diktatorlar Mavzudong bilan Stalinning Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qarshi maxfiy til biriktirish jarayoni mohiyati va arq ko'rinishi. Ba'zi tarixiy materiallardan oshkor bo'lishicha, Mavzudong 49 yilning 5'ida, ya'ni amaliyotda Kompartiya Xitoyni to'liq kontrolga olganda Sharq Turkiston Cumhuriyeti masalasiga ko'ngil bo'lishga boshladi. Mecbur bo'ldi. Shu kamgacha Kompartiya rahbarlari Ahmadjon Qosim Efendi boshchiligidagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan. Mavzudong bu mezgilda faqat Stalin bilan kelishish, hamkorlashish orqali Sharq Turkiston Cumhuriyetini umuman Uyg'ur elini ishg'ol qilishga imkon paydo bo'lganligini yaxshi tushunib ketgan. Lekin obyektiv sabablar tufayli bo'lib Sharq Turkiston Cumhuriyetining milliy armiyasi bor bo'lganlikdan bu harbiy siyosiy harakatni 1-2 yildan keyin amalga oshirishga bo'ladi deb planlagan. Ammo mahir siyosiyon va diktator Stalin 1949 yilning oxirida razvedka va diplomat organlari, asosan Sovet Ittifoqining Urumchidagi bosh konsuli va G'uljidagi konsuli ham Uyg'uristondagi maxfiy josuslari tarafidan Amerikaning ili tavasida bir guruh harbiy mutaxassislarining aerodrom va harbiy baza qurish uchun tadqiqot ishlarini yurgizayotganligini va Urumchidagi Amerika konsulining ham Gomindan hukumatining Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining sobiq a'zosi Osman Islom bilan aloqa o'rnatib, uningga harbiy yordam berishni boshlaganligi to'g'risida dokladlarni oldi. Uning ustiga shu vaqtda 2-Dunyo urushi davrida fashizm kuchliga qarshi ittifoqdosh bo'lgan Amerika bilan Sovet Ittifoqining davlatlararo munosabatlari keskinlashib, bir bilan jiddiy raqobatlashish, hatto dushmanlashish jarayoniga tushib qolgandi. Bütün dünya bu iki dereceden tashqari cho'ng davlatlarning tarafdorligi bo'linib, bir-biriga qarama-qarshi lagerga, ya'ni kapitalistik va sotsialistik sistemalarga bo'linishga boshlagandi. Shunga Uyg'uristonda Amerikaning ta'siridagi mustaqil davlatning paydo bo'lishini qattiq cho'chigan Stalin shuni faraz qilgan. Bu voqeaning oldini olish uchun shundaqla 400 milliondan ortiq aholisi bor Xitoyda rasmiy siyosiy sahnaga chiqishga tayyorlik qilayotgan Kompartiya rahbarlari bilan do'stlikni, hamkorlikni kuchaytirish uchun Mavzudong qo'shinlarining Uyg'ur zeminiga besib kirishiga uni da'vat qilishni va yordam berishni planlaydi. Ba'zi tarixiy materiallardan uni analiz qilib yakunlasak, Stalinning buyrug'iga binoan 1949 yılı 29 yanvar günü Beijing'e, Beijing'deki aeroportga, onun etrafında
bo'lgan mavzudan Stalinning eng ishonchli adimi Sovet Ittifoqi hukumat raisining muavini tashqi savdo ministri Anastas Mikoyan mavzudan bilan mazkur masalasida muhokama qilish uchun maxfiy uchib keldi. 30 yanvardan 2 fevral kunlari Beijing shahrining atrofidagi Mao'ning qarorgohida uning bilan Anastas Mikoyan qat'iy maxfiy holda kelgusida ikki kommunistik davlat orasida qiyinlashtirishga lozim bo'lgan strategik munosabatlar to'g'riliq shu jumladan Sharq Turkiston Jumhuriyati masalasini qanday qilib kommunistlarning an'anaviy usullari bilan bartaraf qilish, uni siyosiy sahnadan yo'q qilish to'g'riliq suhbat o'tkazgan. Mushu munofiqlik hamsirlik til biriktirishning natijasida amaliyotda Sharq Turkiston Jumhuriyatining ikkinchi raisi Ahmadjon Qosim boshliq bir guruh mustaqilchi hukumat a'zolari, ya'ni Sharq Turkiston Jumhuriyatining taqdirini eng muhim milliy armiyani bartaraf qilish 1949 yilning fevral oyining o'ttirisida Stalin va Mao'ning maxfiy terrorlik xizmat organlarining va harbiylarning ijro qilishga topshirildi. Biroq vaziyatning mohiyatiga qarab aldirmay ish tutadigan Xitoylar Sharq Turkiston rahbarligiga qarshi 49 yil 14 avgustgacha mavzu tarafidan maxsus siyosiy va tahdid tashkillamagan. Xitoy kommunistlarining dag'isi hiylagar Mao 6 oydan keyin iyul oyida Moskvaga davlatlararo munosabatni va mazkur masalani, ya'ni Sharq Turkiston masalasini yana bir qatim Sovet Ittifoqining rahbarlari bilan pishirdash uchun o'zining ikki oliy lavozim bo'yicha muavini Liu Shaochini bir guruh vakillar, shu jumladan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining a'zosi josus Demluchin bilan maxfiy avtidi. Moskvada Liu Shaochi bevosita Stalin va boshqa oliy lavozimli amaldorlar bilan suhbatda bo'ldi. Mazkur muzokaralar jarayonida Sharq Turkiston Jumhuriyati masalasi o'tirib yanglishdan qo'yildi va bu masalaning Mao bilan kelishganligi ta'kidlandi. Natija ikki taraf qo'shimcha Xitoyda kommunistlar 1949 yil davomida rasmiy yangi siyosiy tuzum e'lon qilgandan keyin Uyg'uristonning Sharq Turkistonning kommunistlarning armiyasi ishg'ol qiladiganligi va milliy masala milliy territorial avtonomiya shaklida hal qiladiganligi to'g'riliq o'rtaq qarorga keldi. Mazkur kelishimga munosabatdan Sovet Ittifoqi dunyo miqyosida kommunizm o'qchilik qarshi terrorlik harakatini yurgizayotgan başarıda NKVD MGB hem de tercümesi İçki İşler Halk Komisariyatı ve Devlet Bexaterlik Ministerliği Katarlıklarının bir grup ofisörlerini Gulcu'ya evtiş belgülündü. Hem de Kompartiya lideri Mao, mezkur kelişimge münasebetten Moskova'dan Gulcu'ya rozvedkiçi ve diplomat Demluchin başlık 3 kişini bu şu grubu bilen birlikte evtidi. Ular Moskova'dan Almut arkalı 49 yıl 14 Ağustos günü Gulcu'ya uçup geldi. Aradığında Demluchin topunu ve Bexaterlik Hizmet Generali Eytingon başlık Moskva vakillerini Sovet İttifakı'nın vücudaki yeni konsulu Nikolay Petrovich Aristov bir top kişiler bilen karşı aldı. Bu birleşken katil ve josuslar rehberlerinin hem konsul Aristov'un asası məqsidi Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin ikinci reisi bütün Uygur diyarında milli liderlik aylangan Ahmetcan Kasım başlık bir grup müstakilçi hükümet azalarını Beijing'e fakat Sovet İttifakı territoriyası arkalı uçuşunu teşkillaş bolgan. Xitoyning ve Sovet İttifakı'nın tarihi materiallarına hem de peshqadam amaldorlarning milliy armiya ofitserlarining xotiralariga asoslansak 1949 yil 18 avgust günü Xitoy siyosiy o'yinlar uchun partiyasining mahri mavzudan Demluchinning telegraf stansiyasi orqali Gulcu'ga Ahmetcan Qosimovga rasmiy telegram yo'llaydi. Hujjatda mavzudan yeni siyasi maslahat kengişinin yığınıga Ahmetcan Qosim başlık 5 kişini taklif kıldı ve 9. ayının 5'i de Beijing'e yetip gelişini iltimas kıldı. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Reisi Ahmetcan Qosim başçılığı Beijing uçturan hükümet ömrünün terkibiga Sharq Turkiston Cumhuriyeti hükümet azası Milli Armiya Başkomandanı General Sabek Manonov, hükümet azası Milli Armiya Siyasi Komiser Abdikerim Abbasov, hükümet azası Moğol Başkomandan General-Mayor Delkan Sugurbayev, şundaqla Ahmetcan Qosimi rahbarligi hükümet memuriyetinin ixtisoslik yosh xodimlari G'ani Karim, Abdurashid Emin ve Osmanjon Nasir qatorliqlar kirdi. Konsul Aristov uning muavini NKVD bexaterlik ofiseri Borisov ve Mao'nun jasusi Demluchin Mao'nun telegramması kelgen vaqtdan boshlab Ahmetcan Qosimi ve uning sabdoshlarining Beijing'e 5 vaqtini belgilashga tirishdi ve faqat Sovet İttifaqı orqali uchishni talab qildi.
Hem bu Beijing'e uçuş vakasını qat'iy maxfiylikda tutuşunu talep qildi ulardan. 49 yılı 23 Ağustos günü Şərqistan Cumhuriyeti'nin 2. Ahmetcan Qasım başlıq hükümet azaları Sovet İttifaqının məxsus organlarının bir gruppa xadimlərinin ciddi nazareti aslında Almut'a yetip geldi. 24 Ağustos günü Almut'daki Қазақстан Sovet Sotsialistik Respublikası'nın Devlet Bexaterlik Komiteti binası da Ahmetcan Qasım başlıq hükümet vekillerinin Sovet İttifaqının bexaterlik organı ve Taşqı Ministerliğinin yukarı derecelik vekilleri Mao Zedong çakırgan siyasi məsləhət kengəşinin yığınında, umumi yığınında milli mesele boyunca milli territorial avtonomiya şəkilgə maqul buluşunu qat'iy talep qildi. Ciddi söhbət jarayonida mustaqil Uyghur devleti ideyası prinsipida keskin tuğan Ahmetcan Qasım başlıq Şərqistan Cumhuriyeti vekillerini Kengeş İttifaqı bexaterlik ministerlik xadimleri merkezinin buyruğu bilen Moskvaga ilip gitdi. Moskvaga kelgende ular қолға elinidi ve siyasi mahbuslar qabıldığan məxsus Lubyanka türmesiga taşındı. Ular 49 yılı 27 Ağustos günü qattiq qiyin qisaqdan keyin boğup öldürüldü. Qat'iy ta'kidlaymiz ki 20. asırdaki milli liderimiz Ahmetcan Qasım Efendi tarix sınıgıdan kahramanlıqça ötdi. 9. ayının 5'de Mao 5'de Moskva bilen Beijing'in Şərq Türkistan Cumhuriyeti Reisi Ahmetcan Qasım'ın başlıq vekiller ömrünün tırnaqçı aeroplan halaketiga uçurab vafat boldu degan oydurma saxtipazlik uçuri maxfiy tar dairada e'lon qilinadi. Mazkur e'lon Stalin bilan Mao'nun öz mustaqillik uchun qurolliq va yoki qurolsiz kurashni davomlashtirishni xohlaydigan Uyg'uriston xalqini siyosiy ustunlik bilan uyushtirgan aldash rangmazligidan boshqa narsa emas. Çünkü şu mezgildeki coğrafyalik siyasi vaziyette, stratejik vaziyette Ahmetcan Qasım'ın ve onun sabdaşlarının ölümü Beijing'e mi, Moskova'ya mı gerek idi? Ularning halak buluşu şu devrdeki Uyghur halkının öz derdini özü tinchlik siyasi yoki harbiy usuldan hal qilish tarafdorligi uchun muqaddas vatanning mustaqilligi uchun bosqinchi Xitoy qarshi intayin qiyin sharoitlarda jang qilgan milliy armiya jangchilari uchun umuman Şərq Türkistan Uyg'uriston xalqi uchun intayin ig'ir ve o'rni tamamen to'lmas yo'qotish bo'lgan edi. Ahmetcan Qasım'ın o'limi faqatla Uyghur xalqining mustaqilligining dushmanlariga foydali bo'lgandi. İkinci bab, Kommunistik Xitoyning ve Sovet İttifaqı rahbarlarining Uyg'uristonga, Sharqiy Turkistonga Xitoy armiyasining harbiy yurish qildirish oldidagi siyosiy naramazliklari. Ahmetcan Qasım Efendi ve onun sabdaşlarına münasebetlik bayan kılınan vakalarının göstergenidek iki komünistik partiyalarının məxsus hizmet organları Şərq Türkistan Cumhuriyeti rahbarlarını yokuş boyunca bu yavuzluk planı nihayet uğuşluk tüzülgen ve əməyə aşırılan idi. Keyin yani şu plan asasında Uyg'uristonda g'arazlik siyasi hareketler tez arqadan avj aldırıldı. Barliq bo'lg'usi yerlik siyasi o'yinchilar, qo'rchoqlar kayni o'yinga jalb qilindi. 2 sentyabrda Sovet İttifaqının Urumchidagi bosh konsuli Yevseyev G'uljaga uchib kelib, konsul Arisov bilan Beijingga o'tadigan Sharq Turkiston Cumhuriyeti yangi vakili o'miki masalasini pishqlaydi. Endi u denglovchiga Yevseyev denglovchiga General Tavsiyu ve Burhan Shahidi qatorliqlar Xitoy Kompartiya lideri Mao Zedongga tinchlik bilan shartsiz taslim bo'lganligi haqida fikir berdi. Şunun için onun tez Urumchiga kelishini taklif qildim. Ondan keyin Moskva bilan Beijingning coğrafyalik siyosiy o'yinidagi yangi muhim shaxs Sayfiddin Azizini 3 sentyabr günü etganligi Sovet İttifaqının G'uljidagi konsulxonasiga chaqirib, konsul Arisov uningga Sharqiston Cumhuriyeti rahbarlarining o'limi haqidagi aeroplan harakati to'g'riliq o'ydirmini Moskva bilan Beijingning shu o'ydirmasini xabardor qildim. Ve Beijing'e berip yığınga qatnashishni taklif qildi. Şu günü keşti Mao Zedong'un şaşlık adımı Josu Demir için Sayfiddin'ga Kompartiya Merkezi Komiteti'nin yeni telegrammasını topşırdı. Telegramda Reis Mao halak bulganlığı münasebetlik ta'ziya bildirdi ve Beijing'e 3 adam terkibide vekillerini evitishni taklif qildi. Demir içinning taklifi bilan Sayfiddin Aziz qanunsuz ve qo'rchoq vekillerge rahbarlik qilish salohiyatiga ega bo'ldi. 8 sentyabr günü Sayfiddin Aziz Tarbaqatay viloyatining muavin valisi Alimjon Hakimboyev ve Kompartiyaning Josu Denglovchining adimi Ziyoli Tuji
Sovet İttifaqı arqılıq Beyjingga qarab uçudu. Şundaq qilib Sharqiston Cumhuriyetiga Uyg'ur millatiga tırnaqçı vakalatan 3 kişilik vekiller içinde Sayfiddin'in başka birermi Sharqiston Cumhuriyeti hükümet azası yok. Milli müstakil devletçiligimizin düşmanları mana muşu neticini qo'lga keltirish uchun oldin ala planlangan aeroplan halokati atalmış uydurmasını 49 yıl 2 sentyabr günü maxfiy siyasi sahnaga chiqargan. 49 yıl 9 ayının 18 günü Sayfiddinlarni Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Zhu De qatarlıq Kompartiyanın ali rahbarı Komünistlardan yeni ordusu Junnan Haydagi Ziguangga zalida qabul qildi ve onunla xish qo'yib yaxshi madhiylaydi. Beijingda o'tkazgan 2 ay jarayonida Sayfiddin bilan Zhou Enlai bir necha qitim suhbat o'tkazdi, 3 qitimlik. Bu suhbatlar jarayonida Sayfiddin Xitoy rahbarlarining Kompartiya homiylik ostida Uyg'uristonda Sharqistonda milliy territorial avtonomiya ve sosyalistik tüzümünü kuruş doğruluk teklifiga kelishdi. Şundaqla o Kompartiya liderlerini Sharqiston Cumhuriyeti Milli Armiyasi atalmış Xitoy Xalq Azadlık Armiyasının Uyg'uristonga Sharqiston besib kirishga qarshi turmaydiganiga kapolat berdi. Jihojatil var. Mesela Sayfiddin o'zining aslimasida Xitoy Xalq Siyosiy Maslahat Kengashining umumiy yig'inida so'zlagan nutq to'g'ri mundaq deb yozdi. Naql. Xinjiang xalqiga vakolatan Xitoy Kommunistik Partiyasining rahbarligini qat'iy qabul qilganligimizni, Xalq Azadlık Armiyasining Xinjiangga berishini qizg'in qarshi olganligimizni so'zladim. Zahat 5-chi. Mushu vaqalarning ta'siridan Siyosiy Maslahat Kengashining umumiy yig'inida Sayfiddin Azizi Xitoy hukumatining a'zolik qilgan. Millatlar İşleri Komitetining muavin raisligiga ve Siyosiy Maslahat Kengashining 1-navbatlik komitetining a'zoligi saylandi. Qısqacha aytsak, Mao Zedong ve Kompartiya rahbarligi Sharqistonning umuman Uyg'uristonning taqdirini, ya'ni bosqinchi Xitoy armiyasining atalmış tinchlik yo'li bilan Uyg'uristonga besib kirishini, milliy armiyani paydinpay yo'q qilishini, mazkur g'ayri shaxslar Tubashin, Yevseyev, Aristov, Kozlov, Eytingon, Burxanshahidi, Sayfiddin Azizi, Demluchin, Tuji qatorliqning qo'li bilan hal qildi. Hamda 49 yıl sentyabrda Uyg'uristonning 7 viloyatidagi hokimiyat shakllanib, Gomindanning huquqsizlangan amaldorlari va tushkunlik kuchi va qo'lliq kuchlarining nazorati ostida turibdi. Sharqiston Cumhuriyeti rahbarligida tenab qolgan ve davlat miqyosida siyosiy tafakkur qilolmaydigan tasaddufiy oliy mansablarga chiqib qolgan shaxslar Milli Armiyanın tadavvüsü Kızıl Armiyasiga qarshi hücum qilish operatsiyalarini tamamen planlamaydı. Aksincha, Sovet İttifaqı diplomat jasuslarining ve Beijingdagi Sayfiddinning telefonda bergan ko'rsatmasi bilan Xitoy Kompartiya armiyasining kelishini kutib sukutda turdi. Mushundaq vaziyatda 49 yil 15 sentyabrda Urumchiga kelgan Denluchin Sovet İttifaqıning bosh konsuli Yevseyev bilan birga Kompartiya Markaziy komitetining buyruqi binoan Gomindanning istilochi armiyasining bosh qo'mondoni general Tavsiyo ve o'lkali Qo'rchoq hukumat raisi Burxanshahidiga Mao'ning maslahatchisi bo'lgan general Zhang Jijungning avatgan telegrammasini topshirdi ve ular bilan yakka suhbat o'tkazdi. Neticede her ikisi Xitoy Komissiyasining yo'lboshchisi Mao Zedongning ular qo'ygan barliq shartni rasmiy qabul qildi. 17 sentyabr günü Tavsiyo ve Burxanshahidi Sovet İttifaqı'nın baş konsuli Yevseyev arqılıq Mao bilan Zhou De'ni özlerinin komünistlar tarafga o'tib ketish xohishi to'g'riliq xabarda qildi. Shu kuni Tavsiyo Mao'ning maslahatchisi general Zhang Jijungga o'zining qo'l ostidagi armiyaning ahvolidan tafsiliy savollar qilib aytdi. Endi Sovet konsullari Yevseyev bilan Aristov Mao Zedong shtabiga Denluchin arqılıq Sharqiston Cumhuriyeti Milli Armiyaning to'liq betaraf bo'lganligiga kapolat berdi. Mushu vaqtdan boshlab Uyg'uristondagi Gomindan ma'muriyati bilan qo'mondonligi Gomindan markaziy hukumati bilan aloqa qilishni to'xtatdi va Demluchinning aloqa tarmoqi apparat orqali Kompartiya shtabi bilan taslim bo'lish tafsilotlarini tushuntirish ishlari bilan shug'ullandi. Mana mushundaq yomon g'arazlik yangi ichki siyosiy o'yinini Moskva bilan Beijing kommunistlarning bosqinchi armiyasini Uyghur diyarıga tajavuz qilish uchun sistemlik ilib bordi. Yuqorida qayd qilingan masalada o'z foydasiga hal bo'lgandan keyin Xitoy Komissiyasining daxlisi Hilgar Mao Zedong
Fakat 49 yıl 10 sentyabrda atılmış Xitay armiyasının baş muavin komandanı qo'shimcha Uyg'uristonga tajovuz qilishga tayyorlanayotgan birinchi dala armiyasining bosh qo'mondoni general Peng Duxayga naql Xinjiangdagi masala urush qilish masalasi emas, balki tinch yo'l bilan hal qilish masalasi deb yozgan. Shuning bilan birga mavzuning Kompartiya Markaziy komiteti orqali dengluvchiga yo'llagan yo'llarda Sharq Turkiston Milliy armiyasini atanmış Xitay armiyasi tarkibiga kirgizish ideyasini qandaq siyosiy o'yin orqali amallashtiriishni ilgari surdi. Shu vaqtda yo'riq bergan. Mana mushu qabih siyosatni amalga oshirish uchun Kompartiya Sovet ittifoqining qo'li bilan, Xitoy Kompartiyasi Sovet ittifoqining qo'li bilan, ya'ni qadimiy Xitoyda shakllangan 3 xil kuch o'yini. Ya'ni amaliyotda Xitoy, ikkinchisi sheriki Sovet ittifoqi, uchinchisi dushmani, ya'ni Uyg'urlar. O'yini strategiyasi orqali Sharq Turkiston Jumhuriyati rahbarlarini yo'q qilg'izdi va mansabparast, prinsipsiz yoki siyosiy ko'r shaxslarni Uyg'uriston siyosiy sahnaga gavdalantirdi. Sovetlarning qo'li bilan. Bu usulni Xitoy bugun qo'llanadi. Ba'zi Xitoy materiallari qaraganda mavzuning ichki siyosiy vazifasining manfaatini ko'zlab 25 sentyabr kuni general Tavsiyuga Uyg'uristonda Gomdan Xitoy askarlarining qo'mondonligi nomidan hamda 26 sentyabrda Qo'rshaq rais Burxon Shahidiga 3 kunlik uchirgan birlashma hukumat nomidan Xitoy Gomingdan hukumati bilan munosabatlarni uzganligini va Xitoy kommunistik hukumat tarafga o'tadiganligini to'g'riliq rasmiy dag'dulik e'lon qilg'izdi. Yuqorida qayd qilingan ishlarning natijasida 9-oyning oxirida Uyg'uriyada, shu jumladan Sharq Turkiston Milliy armiyasining nazorat qilayotgan territoriyaga Xitoy kommunistlarning armiyasining tajovuzlik bilan besib kirishiga qulaylik ijtimoiy, siyosiy, harbiy, jo'g'rofiy vaziyat shakllantirildi. Shunga 26 sentyabr kuni mavzuning general Peng Duxayga telegram avtib Lanju rayonidagi barliq qo'shinlarni Uyg'uristonga chaqmoq tezligida yurish qilishni tashkillash buyruqini berdi. 3-bob. Kommunistik Xitoy armiyasining Uyg'uristonga, Sharqiy Turkistonga tajovuz qilish jarayonining mohiyati va arq ko'rinishi. Tarixiy obyektiv haqiqat shuki, Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston kommunistik Xitoy tarafidan qurolliq besilingan zamin. Tarixiy materiallar bu tezini to'liq isbotlaydi, ammo bu faktni xalqaro e'tirof qilg'izish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun Dunyo ruh qurultiyi rahbarligi bu masala bo'yicha astoydil harakat qilyapti. Uyg'ur diyorini Xitoyning harbiy ishg'ol qilishining qisqa jarayoni. 49 yil 28 sentyabr kuni Xitoy armiyasining muavin bosh qo'mondoni general Peng Duxay birinchi dala armiyasining qo'mondoni va qo'shma siyosiy komissari general Wang Jingga Uyg'uristonga harbiy yurish qilish buyruqini berdi. Hamda kommunistlar armiyasining bosh qo'mondoni Ju Dening buyruqi bilan jangovar diviziyalar asosida shakllanayotgan yangi qo'shinga qo'shimcha qurol-yarog', o'q-dori, harbiy aeroplan va texnika, oziq-tulik, kiyim-kechak berildi. Mavzudan bo'lsa Sovet ittifoqi lideri Stalin orqali Sovet ittifoqidan aeroplanlarni, tanklarni va broneyiklarni xodimlari bilan yordamga yo'llashni hal qildi. Sovet ittifoqi Xitoy Kompartiyaning qurol-yarog' sohasidagi barliq ehtiyojini to'liq ta'minlaydi. Jumladan 40 harbiy yo'g'on transportlik aeroplan berdi. Shundaqla boshqa harbiy urush maydonlaridan kommunistlar 10 mingdan ortiq Xitoy Kompartiya tashviqotchilarini yetkazib kelib, har darajalik yangi partkomlar qurilib, ular qo'shinlarda keng ko'lamli siyosiy ideyaviy tadbirlarni ilib bordi. Mazkur Xitoy Kompartiyasi faoliyatchilari keyinroq Uyg'uristonni Maocha sotsializmlashtirishda hal qilguvchi rol o'ynadi. Hatto Lanjuda o'ltirqlashgan Uyg'urlarning ziyolilari va nopuzliq shaxslari bilan Peng Duxay, Wang Jinglar maxsus suhbatlarni o'tkazib, Xitoylarning an'anaviy qo'shamatchi diplomatiyasini ishga solib, oq ko'ngil Uyg'urlarning vakillariga kommunist Xitoylar, naql tirnoqchi boshqa Xitoylar Uyg'urlarga ozodlik ilib keldi. Xitoy ozodlik armiyasi sizlarni azgan aksiyatchi hukmronlardan ozod qiladi degan sapsatlarni ishlatadi. Shundaqla josuslarni turkumlab tayyorlab Uyg'uristonga kirgizdi. 49-yili sentyabrning oxirida Uyg'uristonning sharqiy chegarasiga Xitoyning 120 ming jangchidan tarkib topgan tajovuzchi birlashma qo'shini o'rnashdi. Bu qo'shinning shtab va qo'mondonlik o'rni Juchuan shahriga joylashdi. Maoning bo'yi bo'yicha Juchuanda turib
harbiy yurishga umumiy rahbarlik qilish bevosita general armiya Pendixuayga topshirildi. Xitoy Cumhuriyetinin komünistlerinin Xitay atalmış azadlık armiyasının komandanlığının planı boyunca 3 korpusdan tarkib topgan birinchi dala birikme armiyasının 6. korpusu 16. 17. 18. diviziyadan tarkib topdi. Şinxia, Kumul, Guchung, Ürümçi ve Gulcu harbiy yuruşu boyunca Şimali Yorustan'a. Endi bu birikme qo'shini 2. korpusu 4. 5. 6. diviziyalar. Şinxia, Kumul, Turkman, Qarashahar, Korlu, Aksu, Qashqar ve Xotan harbiy yuruşu boyunca Janubiy Uyg'uristonga harbiy yurish qildi. Qilib aldın ala taslim bo'lishga tayyor turgan Go'mindang askarlarini Xitoy askarlarining tarkibi ixtiyoriy o'tishini qabul qilish va Uyg'uristonni ishg'ol qilish vazifasini o'rganish kerak edi. Asli harbiy strategiya nuqtasidan qaraganda 1 yil davomida yurgizilgan siyosiy nayronlardan keyin Kommunist Xitoyga 120 minglik nihoyatda zo'r birikma qo'shinni Uyg'uriston kirgizishning hech bir asosi yo'q edi. Janglarda pishgan qo'shinlarni puxta tayyorlikdan keyin kirgizishning sababi birinchidan mabodo Sharq Turkiston Jumhuriyatining milliy armiyasi qisqartirilgan bo'lsa 13 ming body tasaddufiy qarshi hujumga o'tgan holatda uningga qarshi 3 dasta ko'p armiya bilan urush ilib berish orqali taslim bo'lishga majburlash kerak edi. Ikkinchidan Mao'ning general Pengga bergan maxfiy buyruq bo'yicha mazkur qo'shin Uyg'uristonni istilo qilgandan keyin janubdagi Tibetga harbiy tajovuz qilishga tayyor bo'lish kerak edi. Korpuslarning komandirlari ve siyasi komissarlar bu generallar 6. korpusun Liu Fenfe ve Zhang Shenshu, 2. korpusun Gou Peng ve Wang Enmaf tayinlandı. 1. oktyabr günü Peng Defay 1. Dala Armiyası Partkom azalları ve polik komandirlerinin yukarı general ofisörleri Mao Zedong ve Jude'nin Uyg'uristonga şartısına bisküş doğrusu buyruğunu resmi okup verdi. 49. yılı 10. oktyabr günü 6. korpus 1. polkun aldınqı tarmak atreti kuchaytirilgan 1. batalyonu Uyg'uristonga besib kirdi. Mana mushu kundan boshlab kommunist Xitoyning Uyg'uristondagi mustamlikasi boshlandi. Deng Liuchen tavsiya orqali bo'layotgan fajialardan xabardor siyosiy 200 minglik burg'on shahidiga Mao askaridan qarshi elish uchun Urumchi shahrining boshlig'i Chuyvu boshchiligida bir to'p Uyg'ur vakillarini 10 oyning 11 kuni Juchuanga o'tdi. Her şekildeki nayranmazlıklardan keyin Kommunistik Xitoy armiyasının aldınqı tarmoq mashinalashgan polkinin mashina ve bronniklaşgan polkinin aldınqı sap atirti polk komandir polkovnik Hu Qianning boshchiligida o'z yo'nalishida Go'mindang askarlarining hech qanday qarshilig'iga duchor bo'lmay 13 kuni Qumulga yetib keldi. 20 oktyabr kuni Urumchiga kirdi. 7 noyabr kuni 1. Dala armiyasının generali Wang Jing Shu Yilching boshchiligidagi shtabi Urumchiga Sovet ittifoqining aeroplani bilan uchib keldi. Qozog'istonga qochib chiqqan milliy armiyaning cho'ng ofitserining aytishicha, general Wang Jing aeroportda reis Mao Zedongning Uyg'urlarga qo'llangan strategik aldash prinsipini amaliyashtirishni davomlashtirib, Urumchi aerodromida uni kutib olganlarga naql. Biz sizlarga mehmon. Hamma ishlaringlarni rətlab, bir taraf qilib 2 yildan keyin chiqib ketimiz deb Uyg'ur amaldorlarini o'zing yolg'on so'zga ishontirishga tirishgan. 29 noyabr kuni 2. korpusun avangardli qismida Aqsuga, 30 kun 4. yilning 11. polki Yarkentga, 1. dekabr kuni 2. korpusun shtabi ve onun qarashli 4. diviziyaning asosiy qismida Qashqarga kelib o'rnashdi. Bosqinchi Xitoy armiyasining 6. korpusunun bir top general ofitserleri tunji qitim 26 noyabr kuni aeroplan bilan G'uljaga uchib keldi ve mazkur qo'shinning qismlarini bu yerga kirishiga tayyorlik ishlari olib bordi. Umuman Xitoy armiyasining barliq qismida Janubiy Uyg'uristonning asos shahridagi 22 oktyabr kuni o'rnashib bo'ldi. Endi Sharqiston Jumhuriyatining milliy armiyasi kontrolidagi Shimoliy Uyg'uristonga faqat 50-yilning 20 yanvar kuni aran o'rnashdi. Shunda qilib cho'ng qurolli qarshiliksiz o'tkazgan harbiy operatsiya atalmış Xitoy qizillarning armiyasi uchun 3 oydan oshiq davomlashdi. Uyg'ur diyoriga besib kirgan intizomsizlikqa, ruhiy tushkunlikka, o'zbeshimchilikqa va tug'ma axloqsizlikqa berilgan Xitoy askarlar Uyg'uristonda bulanchiliklarni qildi. Shaharlarda savdo do'konlarini talaydi, xotin-qizlarga bosqinchilik qildi, yerli xalqlarning uylariga o'tlarni qo'ydi va pat-pat o'zini o'zi o'ltirish bilan bo'ldi. Masalan, faqat Qumulda Xitoy ofitserlari va jangchilar bankka besib kirib, Xitoyga elib ketishga tayyor bo'lgan 12 sondiq oltin kumushni va saqlanayotgan 6000 sar oltinni bulab ketdi. Xitoyning
bu tajovuzchilik harbiy yurish qilish natijasida Xitoy armiyasining Uyg'ur yerda umuman shaxsiy tarkibida 190 ming, 200 mingga yaqin qo'shin armiya paydo bo'ldi. Kommunistlarning 120 ming, Gomindangchilarning 80 ming atrofida. 20 asrning Xitoyning armiyasi joylashtirildi. Xitoy armiyasining harbiy ishg'ol qilish jarayonida Gomindang askarlari aksincha Qizillarning askarlarini aholi punktlarda yerlik aholidan muhofazat qildi. Faqat Qumulda turishliq 178-brigadaning ba'zi bo'limchilari qizil askarlarga qarshilik ko'rsatgan va ular kommunistlar tarafidan qattiq bostirildi. Ming afsuski, milliy taqdirimizning tanasimi, qarshi falahning gardisimi aytavri Xitoy kommunistlarining Uyg'uristonga istilo qilganiga mana bu yil 76 yil bo'ldi. 1-oktyabr kuni bugun. 27 noyabr kuni Peng Duxuay va uning muavini Jang Jujun Urumchiga Gomindang hokimiyatini Kompartiyaga rasmiy topshirishga tayyorlash uchun keldi. Uyg'uristonda Xitoyning bir partiyasi ikkinchi bir partiyaga hokimiyatni topshirish rasmiyati doirasida qilgan bu nayron 20-asrda Uyg'ur xalqini eng chong aldash bo'lgan edi. Uyg'ur xalqini. Mazkur aldash hozirmi davom etmoqda. Ma'lum eng qobiliyatli general Peng Duxuayning harbiy va siyosiy o'g'illar natijasida 13 dekabr kuni Urumchida 1-dala armiyasi va milliy armiyaning diviziya komandiri va uning yuqori darajali komandirlari shtab ofitserlari ishtirokida kengaytirilgan yig'in o'tkazildi. Endi Bejingda bo'lsa, eng qizig'i, har xil muhim tayyorlikdan keyin 16 dekabr kuni Xitoy xalq hukumatining davlat ma'muriy kengashining 11-qatimliq ma'muriy kengash yig'inida atalmış Şinjan'da o'lgulik xalq hukumatining qurilganligi ve rahbarlik şahslarının ismini atab, kimning qandaq lavozimga tayinlanganligi to'g'ri qaror qabul qildi. Qaror darhol telegraf bilan Urumchiga yo'llandi. Endi Urumchida 49-yil 17 dekabr kuni ertasi general Peng Duxuay harbiy rahbarlar ve tayinlanadigan hukumat hay'atining a'zolarining tantanlik yig'inini ichib, besib olingan Uyg'uristonda o'lgulik harbiy rayonining ve o'lgulik xalq hukumatining qurilganligi to'g'ri rasmiy qarorlaydi. Şu davrda mavzudun Uyg'uristonda shundoq cho'ng Uyg'uristonga shundoq cho'ng ahamiyat berganki, harbiy rayonning komandani ve shuning bilan birga siyosiy komissar qilib bo'lg'usi marshal Peng Duxuayni tayinlaydi. Uning birinchi muavin komandanligi Wang Jing, ikkinchi muavin komandanligi Tavsiyo. Ma'oning tavsiyasi bilan Sayfiddin Azizning 3-chi muavin komandanligi harbiy rayon shtabining boshlig'i bo'lib Jang Junni tayinlaydi. Burhan Şahidi Qorchoq atalmış xalq hukumatining raisi bo'lib qoldi. Endi Gavjujun bilan Sayfiddin Aziz uning muavinlari bo'ldi. Yangi hukumatning 33 a'zosidan faqat 13 yerlik aholi vakillari edi. Agar Gomindang davrida birlashma hukumatning 25 a'zosi 15, ya'ni 60% yerlik aholi vakillari bo'lgan bo'lsa, Kompartiya davri boshlaganda u 39% tashkil qildi. Hozir Uyg'urlar 20% tashkil etdi. Xitoy kommunistlari yer xo'jayinlariga mana shundoq erkinlikni taraqchi elib kelgandi. Shundoq qilib 49 yil 17 dekabr kuni 20-asrdagi oxirgi mustaqil Uyg'ur davlati Sharq Turkiston Jumhuriyati o'z mavjudligini adliyaviy jihatdan to'xtatdi. Demak, mushu kundan boshlab har bir Uyg'urcha muqaddas Uyg'uristonning 1949 yil 1-oktyabr qilgan kommunist Xitoy tarafidan rasmiy mustamlikasi boshlandi. 76 yıllık vaqtdan buyon mustamlik Xitoy hukumati Uyg'uriston xalqiga, Uyg'urlarga cho'ng fojia, balo qazo, azob-uqubat, ruhiy azob, dahshatlik irqiy qirg'inchilik, madaniy diniy genosid, umuman milliy hayotning barliq sohalarini xitoychilashtirishdan, shu jumladan majburiy assimilyatsiyalashtirish, Jumho millati qilib o'zgartirishga tirishayotgandan boshqa hech narsa emas. Bizga hech narsa bermadi. Farosatlik zamondoshlarimiz asosan Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari ushbu tarixning ochiq darsini saboq oldi asosan. Xalqaro aktiv faoliyat yurgizyotdi. Keyingi yillar Uyg'ur diyorida yerlik xalq misli ko'rilmagan qirg'inchilikqa duch kelayotgan bo'lsa-mu, Dunyo Uyg'ur qurultiyi yo'l boshchiligidagi zamonaviy Uyg'ur milliy ozodlik harakatining aktiv faoliyatchilarining natijasida millatimiz hamon o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga erishdi va mustaqil davlatchilikni, demokratiyani Uyg'uristonda, Sharq Turkistonda tiklaydi. Qahramon Xo'jamberdiga rahmat. Tamom, hammanglarga salomatlik.